Hoji Akbar aka, ko'chatxonada ko'p yengilliklar qilibsizlar. Shular haqida aytib bersangiz. Xo'p, ko'chatxonamizdagi asosiy yengilliklardan bittasi hozirda yangi blokimizni, ya'ni ikkinchi blokimizni ishga tushirdik. Yozda kelganinglarda qurilish bo'tdi. Hozirda to'liq ishga tushirdik. Keyingi yengilliklarimizdan va asosiy yengilliklarimizdan bittasi fitolampalarni o'rnatib chiqqanmiz. Fitolampalarni afzallik taraflari asosan qishki mavsumda juda ham katta yordam beradi, ya'ni o'simliklarni o'ziga fosforni qabul qilishini osonlashtiradi. Fitolampalarning yordami bilan 5 kun, uzog'i bilan 10 kun oralig'ida kunidan yutamiz. Ya'ni 5-10 kun voqeroq tayyor bo'ladi ko'chatlarimiz. Eng afzalli tarafi kunidan yutamiz va ko'chatlarimizni quyoshni effektini bergani uchun fitolampalar sog'lom, immuniteti mustahkam va yana ham ranglari ham chiroyli holatda ko'chatlarimizni egasiga yetkazib beramiz.